Agar tuyuqsiz bir tal asallarning bir tarafdan mingib, bir tarafdan chichayotganligini ko'rayotgan bo'lsangiz, hargiz bu asal o'xshaydi deb yeyitib qolmang. Amaliyotda asallarsi asalni chichib chiqarmaydi, qusib chiqardi. Har qanday asallarning ikki tal oshqozoni bo'ldi. Orasidagi birsi maxsus gulchini saqlaydigan oshqozon. Taxminan 1000 tal gulbargidan chiqqan gulchini uni to'ldira oladi. Hasallarsi 1000 tal gulbargidan gulchini yig'ib bo'lgandan darhol uvsa qaytadi. Ondan yig'ib kelgan gulchini yana bir hasallarsi qusib berdi. Albatta bir tal hasallarsi qusib bergan bilan ishdan atmaydi. 100 tal hasallarsi mana shunday o'zaro qusishdi. Mushunday qilib pishiqlab ishlab chiqarib bo'lgandan keyin har to'pi qanotlarini qiqish orqali hasaldagi suv miqdorini quritib chiqaradi. Shuning bilan siz uyda o'zirinib yeyotgan oziqlik qiymati yuqori ham tatliq hasal putib chiqadi. 1 kilogram hasal ishlab chiqarish uchun bir tal hasallarsining 400 ming kilometr uchishiga to'g'ri keldi. Bir qo'shiq hasal ishlab chiqarish uchun 2 million dona gulbargidan gulchini yig'ishga to'g'ri keldi. Bir tal hasallarsi bir umrda aram bir qo'shiq hasal ishlab chiqara oladi. Shunga apingiz damlab bergan hasal chayni hargizmi isrof qilib etmang. Yoqtirgan bo'lsangiz meni qo'shilib burun filmlarimni ko'rib beqing. Har kim shunday yangi mazmunlar yo'linib turdi.